Zimiston torining eng yangi xabarida Xitoy hokimiyati butun kuchi bilan tirishchanlik ko'rsatib, Sharq Turkistonda elib berayotgan siyosatlarni yo'shirayotgan bo'lsa-mu, yanada mazlum Uyg'ur xalqining maxfiy Uyg'urlarni ikki o'lkalarga yo'tkayotganligi, ig'ir zulmlarga uchrayotganligi hamda qattiq vahima ichida yashayotganligi o'tirg'i chiqmoqda. Sharq Turkistondan turkumlab yo'tkilayotgan Uyg'urlarni har bir o'lkaga kelganda shu o'lkaning soqchilariga almashtirib berish orqali kimning nega qanday elib mengilayotganligi qat'iy maxfiy tutilgan. Ma'lum bir Gondupayning oshkorlashicha, ikki Mo'ng'ulga elib berilgan tutqunlarni turmaning atrofini ko'lab, go'r shaklida qilib, tutqunlarga qachon bizni ko'mib ekan degan andishiga solgan. Shundaqla 200 dan ortiq yashanganlarni ikki Mo'ng'ul ordusiga elib borgan. Ularning o'lib tirilishi bilan kori bo'lmagan. O'lganlarni oilasiga xabar qilgan bo'lsa-mu, jasadini bermagan. Jungo xabarlar to'g'ri tarqatgan bir xabardan ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Sharq Turkistonda turishliq ishlab chiqarish qurilish armiyasi, ya'ni Bingtuan 15 million yuanga yaqin mablag' selib, Uyg'ur diyoridagi yer osti suv manbalarini tekshirish va o'lchash xizmatlarini boshlagan. Mazkur xizmat planini Bingtuan suv idorasi va Bingtuan moliya idorasi birlikda ilib borgan bo'lib, bu Bingtuanning Uyg'ur diyorida 3-chi qitimliq suv manbalarini qidirish va o'lchash qurilishi bo'lib hisoblanadigan. Tarixiy materiallardan qaraganda 1950-yillardan e'tiboran Bingtuan 1-diviziyasiga qarashli 16 polk maydoni Tarim daryosining yuqori eqinidagi rayonlarni, ya'ni Orol qatorliq rayonlarni markaz qilib, 2-diviziyaga qarashli 14 polk maydoni bo'lsa, Ko'rilni asos qilgan holda Tarim daryosining o'rta va tuvan eqinlari rayonini kontrol qilgan ekan. Sharq Turkistonning suv va tuprog'i eng munbat joylarini egallab turgan Bingtuan qismlarining navbatda Uyg'ur elining yer osti suv manbalarini to'liq kontrol qilish uchun g'oyat zo'r mablag' ajratib harakatga o'tishi kuchli diqqatni qo'zg'adi. Mazkur xabarga qaraganda, Bingtuan Uyg'ur elidagi suv manbalarini 3-qitim umumyuzlik tekshirish va o'lchash xizmatini oldingi yili avgustda boshlagan ekan. 2019-yil iyunda suv manbalarini tekshirish baholash natijasi doklati va yer osti suv manbalarini qazib chiqarish plan loyiha doklati qatorliqlar e'lon qilinadi ekan. Xitoy Jamoat xavfsizlik ministri Jamoat xavfsizligi organining soqchi nopuzini qo'g'dash xizmati belgilamasi tuzib chiqdi. 29-dekabr Jamoat xavfsizlik ministri bayonot e'lon qilib, yangi o'zgartirilgan qonunga tushuntirish berib, buningdan keyin Xitoy soqchilari ko'rsatilgan soqchi qonun bo'yicha mas'uliyatini ado qilishi, xizmat huquqini yurgizganda qonun tarafidan qo'g'dilganligi, agar vazifa ijro qilish jarayonida mol-mulk ziyonga uchirsa, fuqarolarning qonunlik huquqi buzg'unchilikka uchirsa, soqchi shaxsning qonuniy javobgarligini ustiga ilish hojatsiz. Hech qanday qonuniy mas'uliyat ortilmaydiganligi qatorliq bir yurish xalqni ziyonga uchirtirgan qonun tuzumlarini belgilagan. ...2018-yili Sharq Turkiston informatsion markazi bir yil jarayonida har kuni 4 xil tilda xabar berish bilan bir vaqtda 60 qismga yaqin nodir filmlarga ovoz berib xalqimizga sundi. Shundaqla Qirg'izistondagi necha yuz oilaga qurbonlik berib keldi hamda Turkiyada yashayotgan muhojiratdagi qarindoshlarning ba'zi qiyinchiliklarini hal qildi. Bu munosabat bilan informatsion markazining raisi Abdujalil apandiga ko'p minnatdorligimizni bildiramiz. Teniga salomatlik, oilasiga xotirjamlik, uzun umr tilaymiz. İnşallah yeni yilni yangi natijalar bilan kutib olamiz.